Herot shahridagi eng buyuk va qadimiy asarlardan biri Musallo minoralari yo Guldastan minoralaridir. 15-asrda saltanat surgan Shohrux Mirzo davrida uning xotini Gavharshod begum va o'g'li Boysanqar Mirzo sobiq Xuroson va Movarounnahr mintaqasida ko'pgina madrasa, masjid, qal'a, ko'prik, kitobxona va yotoqxona kabi tarixiy asarlarni yodgor qoldirganlar. Hozirda ham mazkur obidalardan qolgan asarlarni Afg'oniston, O'zbekiston va Eron mamlakatlarida ko'rish mumkin. Herot shahridagi Musallo minoralarining ikkitasi Malika Gavharshod begum madrasasining kirish eshigida qurilgan. Malika madrasasining ishi 820-hijriy qamariy yil boshlanib va imorat ishi 21 yil davom etgan. Madrasaning qurilishida dunyoning barcha mintaqalaridan naqqoshlar, rassomlar va muhandislar chaqirilgan. Bu madrasa o'z davrida butun Osiyoda ilm markazi bo'lib va butun dunyodan ilm o'rganish uchun talabalar kelgan. Hozir esa Gavharshod begum madrasasidan faqatgina to'proqlar nishona qolgan u xolos. Ammo madrasa eshigidagi minoralarning ustidan yuzlarcha yil o'tib hozirda ham tik turganlar. Har bir minoraning yuqoriligi 52 metr va qutri esa bir necha kishining qulochiga sig'maydi. Minoralar gavdasi bishiq g'ishtdan tuzalgan, ammo uning yuzidagi osmoniy rangli koshilar ustida Gavharshod begum gullar bilan naqshinigor etilib almos donalari o'rnatilgan ekan. Minoraning qariyb 10 metrlik yuqorisiga chiqqandan keyin ichkarisidagi zina yo'llar boshlanadi. Ushbu zinalar minoraning boshigacha davom etadi. Minora yuqorisida esa azon berish uchun darichalar ochilgan. Madrasasining sharqi tomonida Temuriylar sallolalaridan bo'lgan Sulton Husayn Boyqaro ham buyuk madrasa qurgan. Hozirgi kunda Sulton Husayn Boyqaro madrasasining devorlaridan bunyodiy asarlar qolgan u xolos. Ko'rinishcha ba'zi devorlarda Temuriylar sabkidagi ko'k rangli naqsh-nigor etilgan koshilar ham mavjud. Ushbu madrasa ichkarisida Sulton Husayn Boyqaroning maqbarasi turadi. Maqbara ustida haft qalam toshiga o'xshagan zinatli bir qora tosh mavjud. Haft qalam toshiga o'xshab ushbu tosh ustida ham chiroyli gullar va Sulton Husayn Boyqaroning saltanat tarixi yozilgan. Eski paytlarda Gavharshod begum va Sulton Husayn Boyqaro madrasalari bir qo'shma yo'l bilan bir-biriga bog'liq bo'lgan ekan. Ammo hozir esa har ikkala madrasalarning to'prog'i qolib va o'rtasidan o'tgan yo'l esa ikkalasini ikki tomonga ayirib qo'ygan. Ko'rinishcha minoralar ham ba'zi bir tabiiy ofatlar va Herotning 120 kunlik shiddatli shamoldan ta'sirlanib, yuzidagi chiroyli koshilarning aksarisi o'pirilib tushgan. Ammo hozirda ham minoralarni tik turishi insonning aqliga sig'maydigan masalalardan sanaladi. Amir Temur Ko'ragonning kelini Gavharshod begum Herot shahridagi madrasasi yonida bir buyuk bog' va o'z oilasi uchun chiroyli bir mazor ham qurgan. Gumbaz ichkarisida 6 ta qabrlar bor. Rostdan chapga Gavharshod begumning kichkina bolasi, Gavharshod begumning o'zi, yeri Shohrux Mirzo, qizi Maryam Sulton begum, katta o'g'li Boysanqar Mirzo va kichkina o'g'li Ibrohim Mirzoning qabrlari yotgan. Maqbara ustida 4 qavatli gumbaz ko'tarilgan.
Birinchi qavat qabrlar ustida, ikkinchi qavat devor ustidagi ziynatli gumbaz va shu gumbazni qo'riqlash uchun esa uning ustida yana 2 qavatli gumbazlar ko'tarilgan. Maqbara devori va gumbazlarning barchasi pishiq g'ishtdan qurilgan va devorlarning tashqarisi va ichkarisi esa naqqoshlik koshilar bilan tazyin etilgan. Ammo ko'rinishcha hozir aksar koshilar devorlardan o'pirilgan. Gavharshod begimning bog'i o'z davrida eng yashil mahallardan biri bo'lgan. Bog'ning ikki tomonida 2 minoralar mavjud. Ko'rinishcha minoralar biri vayron bo'lgan va ikkinchisi ham bir tomonga xam bo'lgani uchun bog'liq keballar bilan saqlanadi. Gavharshod begimning eng muhim qurishlaridan yana biri Eronning Mashhad shahridagi Gavharshod begim masjididir. Mazkur masjid hozirda ham o'z otida tutiladi. Bostonshunoslar mazkur masjidni jahondagi 10 ta eng muhim qurilishlardan biri deb baholaydilar. Erondagi Gavharshod begim masjidining ishi 821-hijriy qamariy yil boshlanib va 12 yilga tugagan. Herot shahridagi Gavharshod begimning bog'ida Sulton Husayn Boyqaroning bosh vaziri Nizomiddin Amir Alisher Navoiyning maqbarasi o'rin olgan. Navoiy hazratlari 1441 yil fevral oyining 9-sida Herot shahrida tug'ildi. Herot shahrida yashadi, Herot shahrida ta'lim ko'rdi va 1501-yilda Herotda hayotdan ko'z yumib va Gavharshod begim bog'ida to'proqqa topshirildi. Bundan qariyb yarim asr oldin buyuk shoir va obodonchilik shaydosi bo'lgan Navoiy hazratlarining maqbarasi ustida Herot hokimlaridan biri oddiy bir gumbaz ko'targan edi. Ushbu gumbazda hech qanday naqsh nigori bo'lmasa ham maqbarani issiq va sovuqdan saqlab turgan edi. Ammo so'nggi bir yildan buyon ushbu maqbarani qayta qurilishi uchun O'zbekiston elchiligi tomonidan boshlangan qayta qurish dasturi mahalliy notinchliklar uchun davom etmaganligi bois ushbu muqaddas makon bir vayrona va kasofat cho'riga aylangan. Sulton Husayn Boyqaroning bosh vaziri bo'lgan Amir Alisher Navoiy o'z davrida obodonchilik shaydolaridan biri bo'lgan. U hayoti davrida Herot shahrini dil u joni bilan sevib, to'plam 370 ta masjid, xonaqo, madrasa, shifoxona, kitobxona, ko'prik va mehmonxona kabi tarixiy obidalarni o'zidan yodgor qoldirgan. Bu jumladan eng mashhurlari Ixlosiyai madrasasi. Ushbu madrasa Herot shahrining Nahri Injil mintaqasida qurilgan. Hozir esa mazkur madrasadan hech qanday asar mavjud emas. Ixlosiya xonaqosi, Shifoiya madrasasi. Ushbu madrasada tib va hikmat ilmlari dars berilar ekan. Nizomiyai Herot va Xisraviyai Marva va boshqa obidalar hozir esa mazkur obidalarning aksarisidan asar qolgani yo'q. Amir Alisher Navoiy o'z davrida turli xil san'atchilar va hunarmandlarni olqishlab va o'zi ham o'zbekcha va forscha tillarida 20 dan ortiq nazm va nasr asarlarini yaratgan. Navoiy hazratlari o'zbekcha she'rlarida Navoiy va forscha she'rlarida esa Foni deb taxallus etgan. Buyuk shoir Amir Alisher Navoiyning asarlari jumlasidan shularni ot tutish mumkin. Chahor divoni g'azaliyot, Masnaviyot Xamsa, Sab'atul Sayyor, Masnaviyul Lisonut Tayr, Tazkirai Majolis an-Nafois va boshqa asarlar.